5. Tor Riqabiti. Siz 5. tori va cho'ng biri, ya'ni Big Data'ning dunyomizni inqilob xarakterlik o'zgartirganligi haqidagi xabar tashviqotlarni anglagan bo'lishingiz mumkin. Lekin har doim ko'zimizga cheliqib turayotgan bu 5. torining zodi qandaq narsa ekanligini bilamsiz? U bugungi dunyoviy raqobatda bo'libmi dunyodagi eng kuchlik ikki iqtisodiy gavda deb qaralayotgan Amerika bilan Xitoy orasidagi uzunga so'zilgan raqobatda nima uchun bu qadar muhim? Doim 5. tori bilan birga tilga ilindigan cho'ng brig, ya'ni Big Data degan nima? U turmushimizga zodi qandaq ta'sir ko'rsatadi? Tövəndə bu haqda tushuncha beramiz. 5G degan nima? 5G tori İngilisçidagi The Fifth Generation Wireless Network ning qisqartib atalishi bo'lib, buning Uyg'urcha ma'nosi 5-avlod simsiz tori texnologiyasi deganlikdir. 5G torining navbatdagi 4G toridan 10 hassidan 100 hassigacha tez. Shundaqla texmi turaqliq bo'ladiganligi mo'ljallanmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, 5G tori sharoitidagi tipik tushirish sur'ati har sekundda 1 gigabayt bo'ladi ekan. 5G torining nazariya jihatdagi eng tez sur'ati sekundiga 10 gigabayt bo'lib, 4G tori sharoitida 6 minut, ya'ni 360 sekundda tushirgili bo'ladigan hujjatlarni 5G tori sharoitida 3-6 sekundda tushirgili bo'ladi ekan. Mazkur tor hozir Xitoy miqyosida umumlashtirilishga boshladi. Mazkur tor sistemasining halqiliq afzalliklaridan biri uning yuqorida tilga ilingan ziyoda tez sur'atiga tayangan tez inkaschanligidir. Bu yerda deyilayotgan inkaschanlik yanfonda, ya'ni kompyuterda va boshqa ko'chma aqliy uskunlarda bir ulanmani yoki videoni qo'yish knopkasini bosgandan boshlab shu mashg'ulotning boshlanishigacha, ya'ni tor sistemasiga talab avatilgandan boshlab tor sistemasi inkas qaytarg'icha tor batlar ichilib videolar qo'yilg'icha bo'lgan oraliqdagi vaqtni ko'rsatadi. İnkaschanlik so'qilib ketmaslik uchun favqulodda qisqa vaqt ichida inkas qaytarishga muhtoj bo'lgan shopirsiz qatnash vositalari degandek narsalar uchun bakli muhim. Cho'ng brig, ya'ni Big Data degan nima? Cho'ng brig biz har kuni tor dunyosida shakllantirgan qandaq xabar ko'rganligimiz, qandaq narsalarga qiziqadiganligimiz deganlarga aloqador g'oyat zo'r miqdorliq sonliq ma'lumotlarni ko'rsatadi. Bu sonliq ma'lumotlar favqulodda ko'p bo'lg'achqa, ularni turga ayirib, mexanik aqliy detallarning o'rganishi uchun ishlatishga bo'ladi. 5G va cho'ng brig birlikda qandaq ishlaydi? Biz har kuni 2/5 kontilyon, ya'ni 10ning 18 darajasi bayt sonliq ma'lumot shakllantiramiz. Biz bargan siri ko'plab tor mulozimati va kompyuter yanfon qatorliq internetga ulangan uskunlarni ishlatgachga biz shakllantiradigan sonliq ma'lumotlarmi shuningga mos holda bargan siri ko'paymoqda. Bu qadar zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish kuchlik tor sistemasiga muhtoj. 5G tori dal mushu xil ehtiyojni qamdaydigan sur'at va iqtidorga ega. Raqamlik texnikalar bizning xizmat va turmush shaklimizni
тәл түкіс өзгәртідіған 4-ci qatımlıq sanaat inqilabıda 5G torunun yardımıga erişkən çoğ bir zörür yetekçi amillardan biri bolup qalıdı. Мәсәлән, мәзкур системада торлашқан bir заводтiki машиналарда şu машинаның işləş sübütüge alaqadar sallıq məlumatlarını toplaydigan süzgüç бар boludu. Мәзкур süzgüç toplagan uçurlar başqurğuchilarni qaysi mashinaning boshqa mashinalarga o'xshash unumlik ishlamayotganligini bilish imkoniyatiga ega qiladi. Мәзкур sonliq ma'lumotlar yana mashinalarda energiya isrofchiligiga o'xshash ahvollarni bayqagan hamon cho'ng chataq chiqishdan ilgari boshqurg'uchilarga eskartish bera oladi. 5G tori yana aqlli shaharga o'xshash keng ko'lamlik o'zgartish qurilishlarni ro'yobga chiqarishga yordam bera oladi. Aqlli shahar ashyo interneti, ya'ni Internet of Things süzgüchi va cho'ng birig orqali shu shahar aholisi va sayohatchilarning turmush sifatini o'stirdi. Masalan, bu xil shaharlarda mashina to'xtatish o'rinlariga yaqin yerdagi süzgüchlar internet orqali ma'lum bir mashina to'xtatish o'rnining bo'sh yoki allaqachon mashina to'xtatilib bo'lganligi haqida sonliq ma'lumot yo'llay oladi. Şoförlar yanfondaki ma'lum bir app orqali bu uchurlarga erisha oladi. Hatto şoförsiz aqlli mashinalar mazkur uchurdan foydalanib, avtomatik holda eng yaqindagi mashina to'xtatish o'rniga bora oladi-da. Bu shahardagi qatnash qisqanchiligini azaytib, qatnash unumini oshirdi. Aqlli elektr energiyasi tori 5G va cho'ng birikka tayanadigan yana bir texnikadir. Mazkur sistemani to'liq qoplagan süzgüchlar muayyan bir joyda qanchalik tok ishlab chiqarilayotganligini va qanchalik odamning tok ishlatayotganligini mas'ul xodimlarga bildirdi. Bu ularni elektr torini texmi unumlik aylantirib, shamol elektr energiyasi bilan suv elektr energiyasiga o'xshash energiya manbalarini texmi unumlik moslashtirish imkoniyatiga ega qiladi. Buningdan sirt cho'ng birig yana 5G torini texmi yaxshilaydi. Tor sistemasi o'zida aylanayotgan zo'r miqdorliq sonliq ma'lumotlardan foydalanib, o'zining va o'zi ustida ishlayotgan app, yumshoq detallarning unumini o'stira oladi. Ular hatto mexanik o'rganish orqali bularni avtomatik tamomlay oladi. Shundaqla tashkilot organlar cho'ng birig tahlillarga tayanib, tor bexatarligi tahdidini bayqay oladi va tizginlay oladi. Bu şəkildə başqurğuchilar tamamen o'zini başqurdigan aqli sistema barpo qila oladi. 5G tor riqobitida yengish Amerika ham Xitoy uchun nemishqa buncha muhim? Buning qisqacha javobi qaysi davlat 5G torini rivojlantirish va o'rinlashtirish jihatda yetakchi o'ringa o'talsa, iqtisodiy gullanib, texmi qudratli bo'la oladi. Ya'ni 5G riqobatining natijasi Amerikaning kelgusi necha 10 yilda texnikalik afzalligini saqlab, geopolitik kuchini joriy qildira olishi yoki sahnani Xitoyga bo'shatib berishini belgilaydigandek qiladi. Davlat mudofaasi yangilik yaratish komiteti bu yil atiyozning 5-da Amerika davlat mudofaa ministrligiga sungan dokladida 5G torida yetakchi o'rinda turgan davlat kelgusi necha 10 yilda $100 milliard nafqa simsiz tor texnikasi sohasida nurg'un xizmat o'rinlariga erishidi degan edi. Mazkur komitetda texnik sohasidagi gigant shirkatlardan Alphabet,
şirketining sobiq bosh direktori Erik Schmidt. LinkedIn'ning qurg'uvchisi Reid Hoffman va Aspet institutining sobiq bosh direktori va yozuvchi Walter Isaacson qatorliqlar bor edi. Amerika uchun aytganda, bu uning 4-chi simsiz tor texnikasi orqali qo'lga keltirgan texnikaviy va iqtisodiy yetakchilik o'rnini saqlashidan derak bersa, Xitoy uchun bu ular uzundan beri tashna bo'lgan Amerika va G'arbdan eshib, iqtisodiy va geopolitik darajadan tashqari kuchga aylanishning fursatidir. Demak, mazkur raqobatda uttirish Amerika bilan Xitoyning kelgusi dunyoda yetakchi o'ringa ega bo'lolmasligida intayin muhim o'rin tutadi. Amerika bilan Xitoyning 5-chi Tor Riqabitining navbatdagi ahvoli qandaq? Xitoy Huawei qatorliq shirkatlarning 5-chi Tor texnikasini taraqqiy qildirish uchun g'oyat zo'r mablag' ajratdi va bu jihatda zo'r utuqlarni qo'lga keltirdi. Navbatda dunyodagi 5-chi Tori patentlarining ko'p qismi Xitoy shirkatlarining qo'lida. Shundaqla Xitoy hukumatı Xitoydagi simsiz tor mulozimati bozorini kontrol qilib olgan bo'lib, Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi Xitoy ko'chma xabarlashishi, Xitoy birlashma xabarlashishi va Xitoy telegrafi qatorliq 3 monopol korxonasi 2020-yili yo'lga qo'yiladigan 5-chi tor sistemasini ishga kirishtirishni planlamoqda. Buning aksicha, Amerikada 5-chi tor telegrafi aslahalarini insho qilayotgan va taraqqiy qildirayotgan cho'ng shirkatlar yo'q. Xitoydagi davlat egiligidagi korxonalarning bozorni monopol qilib olishiga o'xshamaydigani Amerikadagi erkin bozor davlat miqyosida 5-chi tori barpo qilishni mushkullashtirmoqda. Ya'ni Amerikadagi 4 cho'ng simsiz tor shirkati davlat ichidagi raqobat bilan 5-chi tor qurilishiga mablag' ajratish va bu jihatda yangilik yaratish orasida tangpungliqni tepib bo'lolmay avara bo'lmoqda. Ammo davlat mudofaasi yangilik yaratish komitetining doklatiga ko'ra, Amerikaning bu jihatdagi eng cho'ng bosh qatiqchiligi yuqorqilarla emas. Balki 5-chi torni barpo qilishda zarur bo'lgan simsiz nur spektri bilan ta'minlash sur'atining ostaligi va navbatda Amerika ta'minlayotgan nur spektri tipining xatoligidir. Bo'libmi Amerikada ta'minlanayotgan atalmish millimetr to'lqini spektri g'oyat zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni tez vaqt ichida yetkazalisimi, lekin faqat qisqa oraliqda ishlaydi va daraxt, hatto nachar havo rayi degandek omillarmi uning normal ishlashiga to'sqinlik qila oladi. Bu xil spektr orqali tor sistemasi barpo qilishning tannarxi favqulodda yuqori bo'lg'achqa butun mamlakat, ya'ni Amerika miqyosida mazkur 5-chi tor mulozimatni umumlashtirish mumkin bo'lmaydi. Xitoyning Huawei shirkati bu raqobatda qanday rol o'ynayotidi? Huawei shirkati navbatda 5-chi aslahalarining eng cho'ng ishlab chiqaruvchilaridan biri. Shundaqla uning texnikasi mo mazkur sohadagi eng ilg'or texnika deb qaralmoqda. Buningdan sirt Huawei bultur Almi shirkatidan eshib, Samsung shirkatidan qolsala, dunyodagi ikkinchi cho'ng aqliy iqtidorliq yonfon ishlab chiqarish shirkatiga aylandi. Lekin Amerika davlat bexatarligi mutaxassislarining ko'rsatganidek, Huawei biz biladigan tipik gigant texnik shirkatlarga o'xshamaydi. Mazkur shirkat 1987-yili Xitoy Xalq
азатлıq armiyasының сабық ofitseri tərəfindən qurulğan bo'lib, hali ham Xitoy hökuməti bilan intayın qoyuq aloqaga ega. Amerika istihbarat sohasidagi FBI, CIA va Davlat bexatarlik idorasi qatorliqlarning kattaboshlarining 2018-yili Davlat Majlisiga bergan guvohliklarida ko'rsatilganidek, agar Huawei'ning aslahalari Amerika Tor sistemasida ishlatilsa, Huawei shirkati misli ko'rilmagan ishpiyonlik harakatlari bilan shug'ullanishi mumkin. Yillardan beri Amerika davlat bexatarligi mutaxassislari Xitoy hukumatining mazkur shirkatni yumshoq detallarda yo'chiq qoldirib, Amerika va uning ittifoqdoshlariga qarshi jasuslik qilishga buyurishidan tashvishlanib kelgan edi. Ular yana Huawei shirkatining aslahalarining Amerika bilan Xitoy orasida to'qinish yuz berganda Amerikaning aloqa sistemasini vayron qilib ta'laydigan keng ko'lamlik xakerlik hujumida ishlatilishidan ansirishadi. Huawei shirkati yana Amerika adliya tarmoqlari tarafidan aqliy mulk o'g'irligi, qonun ijro qilishga to'sqinlik qilish va Amerikaning Ironga qarshi yo'lga qo'ygan embargosiga aloqador qo'ymachilik qatorliq 23 turlik jinoyat bilan shikoyat qilingan. Huawei shirkatining bosh moliya amaldori, ya'ni CFO, Huawei shirkatining qurg'uvchisi Ren Zhengfeining qizi Ming Wanzhou Kanadada qo'lga elinib, Amerikaga o'tkazib berilishni kutmoqda. Bularning Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi bilan qanday munosabati bor? Amerika hukumati Xitoyning savdo qilish usulini va uning texnik saviyasini o'stirish orqali darajadan tashqari iqtisodiy kuchga aylanish g'arzini yoqtirmaydi. Amerikaga ko'ra, Xitoyning siyosati tangsiz. Xitoy o'z davlatida chet el shirkatlarini tizginlashga urinish bilan bir vaqtda o'z shirkatlarining chet ellarda aqliy mulk o'g'irlashini targ'ib qiladi. Trump Xitoyni suhbat ustiliga akilib, bu masalani hal qilish uchun Xitoydan import qilinadigan ba'zi mahsulotlarga 25% tamojni beji qo'yish orqali Xitoyga qarshi savdo urushi qo'zg'adi. Trump hukumatining strategiyasining Huawei'ga aloqador qismi shuki, ular Huawei'ga qartilgan davlat bexatarligi tashvishini va cheklamini Xitoy bilan o'tkazadigan savdo suhbatida Xitoyga besim ishlatadigan eng muhim kuzir va pechka sifatida ishlatmoqda. İngilisçidən ئەنۋەر قاراقۇرۇم tayyorladi. Mənbə, Uyğurlar Tor jurnalining 7-sanidan ئېلىندى.